Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bizni kuzatib borayotgan do'st birodarlar, xohlasa mana bir xo'jalikka kelganmiz. Xohlasa xo'jalik emas, bog'damiz. Xohlasa bir akaxonimizning fermalaridamiz. Mana bitta 10 jup zotli mollarimiz bor, bitta cho'nni piyostralarimiz, bitta simentallarimiz. Xohlasa bularga hozir vitamin oqsillarni qilgani keldik. Xohlasa bunimizni hozir bularga hammasiga multimineral plyusdan qildik. Qo'limizdan vitamin xohlasa bularimiz endi teri kasal bitkana bo'lib qolgan ekan, bularimizga qildik hozir qo'llarni. Mana ozgina bizni qiynaganimiz mana shu bunajincha bo'ldi. Bularimiz bo'g'oz hammasi ozgina qiynadi shunimiz, lekin o'z sifatni qarang bitta. Turishini qarang bularni. Mana xohlasa bizni kanalda birinchilardan bo'lsalaring, obuna bo'lish tugmachasini bosib, layklarni bosib, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni bildiraverasizlar, hurmatli do'stlar. Qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun rahmat. Oldindan xohlasa mana sifatini qarang. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasa ishlaring chiroyli sifatli qilib bitkazib beramiz. Mana sifatini qarang. Layklarda emasdan bosaverasizlar. Xohlasa do'stlar.